Mahallalarda jinoyatchilikni jilolash bo'yicha yaratilgan tizim o'z natijasini beryapti. Agar buni raqamlarda ko'radigan bo'lsak, so'nggi 3 yilda kriminogen vaziyati og'ir bo'lgan 1162 ta mahallaning 571 tasida bu yil birorta jinoyat sodir etilmadi. Termiz shahridagi Guliston mahallasi ham shular jumlasidan. Prezidentimiz tashabbusi bilan hudud profilaktika inspektori Odilbek Jabborovga muddatdan oldin kapitan unvoni berildi. Termiz shahridagi Guliston mahallasi ham uzoq yillar jinoyatchilik ko'rsatkichi yuqori bo'lgan hududlardan biri sanalgan. Biroq joriy yilning dastlabki 6 oyida mahallada birorta ham jinoyat sodir etilmadi. Bu natija videoselektor yig'ilishida prezidentimiz tomonidan alohida e'tirof etildi. Doimiy ravishda mahalla yettiligi bilan profilaktik hisobda turadigan fuqarolarning yashash uylariga borib, ularning doimiy nazoratini yo'lga qo'yganmiz va hokim yordamchisi bilan ularning bandligini ta'minlaganmiz. Mening mahallamda huquqbuzarliklarni oldini olish uchun mahallaga biriktirilgan post patrul xizmati xodimlari hamda qo'riqlash xodimlari bilan hamkorlikda ishlarni tashkil etganmiz. Huquqbuzarlik sodir etilishi mumkin bo'lgan joylarga post patrul xizmati hamda qo'riqlash xodimlarini o'zim xizmatga jalb etib, so'rovini ham o'zim qilib bormoqdaman. Shu sababli mening mahallam 6 oy davomida birorta ham jinoyat sodir etilmasligi ta'minlandi. Qayerda huquqbuzarlik va bezorilik sodir etiladi, qayerda fuqarolar bo'sh bo'lsa, ularning ish bilan ta'minlanmaganligi bo'lsa, o'sha yerda huquqbuzarlik va bezoriliklar sodir bo'ladi. Mening mahallamda esa aholining bandligini ta'minlash ishlari amalga oshirilmoqda. Muhtaram prezidentimizning kuni kecha bo'lib o'tgan yig'ilishlarida mening kamtarona xizmatimni yuqori baholab, menga muddatidan oldin kapitan unvoni taqdim etildi. Bu kapitan unvoni katta mas'uliyat yuklaydi. Bu unvon, bu berilgan e'tibor bitta menga emas, mahalla yettiligimizga, mahalla yettiligimiz bilan hamkorlikda ishlarni tashkillashtirganligimiz uchun muhtaram prezidentimiz tomonidan men taqdirlandim. Men bundan albatta minnatdorman. Mahallada jinoyatchilikning oldini olishda aholi bandligini ta'minlashga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Doimiy ish o'rni va barqaror daromadga ega fuqarolar sonining ortishi huquqbuzarliklar kamayishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. 3 yildan beri ishsiz edim. Mahalla yettiligi yoki uchrashdim, shu yerga ishga joylashtirdi. Biz Surxonsohil kommunal tashkilotda ishlayapmiz. Ro'zg'orimizda oilamizni kamchiliklarni bitirib yuribmiz. Mahallamiz tinch. Kechqurunlari bemalol nevaralarimiz bilan aylanishlarga chiqamiz. Ular atrofimizda to'la nima sharoit kerak bo'lsa bor. Do'konlarga jo'natadigan bo'lsa ham bemalol bolalarimiz borib kela oladi. Xavfsiz. Oldinlari ko'chaga chiqish qiyin bo'lar edi. Bolalarni ko'chaga yubora olmasdik. Bezor bolalar ko'p bo'lar edi. Hozir undaqalar yo'q. Mahalla oqsoqollari ham yaxshi ishlashyapti. Bundan keyin ham yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Yurt tinchligi va fuqarolar osoyishtaligini ta'minlash yo'lida fidoyilik bilan xizmat qilayotgan xodimlarning mehnati davlatimiz tomonidan munosib qadrlanmoqda. Prezidentimiz tomonidan profilaktika inspektori Odilbek Jabborovning muddatidan oldin navbatdagi maxsus unvon bilan taqdirlangani uning fidokorona xizmatiga berilgan yuksak e'tirof bo'ldi. Surxondaryo viloyatidagi barcha mahallalarda prezidentimiz boshchiligida o'tkazilgan selektorda belgilangan vazifalar ijrosi izchil davom ettirilmoqda.